Odamlar buni qalbakilashtiryapti. Soxtasini olib kirishyapti, arzon narxlarda olib kirib, qimmat narxda sizlarga sotyapti. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sport bilan shug'ullangan odamning har bittasi pitaniyasi uchun o'zini yeyish ichishga qarab yuradi, lekin juda ko'p vaziyatlarda odamga haqiqiy ma'noda vitamin yetishmaydi. O'shanda protein ichamiz. Proteinni juda ko'p odam so'raydi, ichsa bo'ladimi, qatdan olsa bo'ladi. Men asosan mana shu firmadan olaman. Bu Applied Nutrition kompaniyasi, Yevropaning, Angliyaning kompaniyasi hisoblanadi. O'zbekistonda bir dona agenti bor, distributori bor. Bular bu mahsulotni o'ta sifatli va halol sertifikati bilan olib kirishadi. Doim shulardan olamiz. Bular ya'ni foydasini ham ko'rganmiz, lekin bitta muammo bor. U muammo nima desa, ayni mana shu mahsulotni sifatini ko'rganligi uchun odamlar buni qalbakilashtiryapti. Soxtasini olib kirishyapti, arzon narxlarda olib kirib, qimmat narxda sizlarga sotyapti.